Assalomu alaykum. Аңлаватқаныңла Шинжаң Халық нәшрияты 2003 yılı 1 ayda 1 qitim nəşr qılğan tarixi roman Anjambay, avtori Nur Rozi. 19 bab. Oğul bala jangga yaralgan. Anjambay opalğa beriş üçün özü yalğız yolğa chiqdi. U Aqtaş tağları arasidagi jilliqqa yetib kelganda, at yerib qalgandek mingişi astılab, ağzıdan appak şülgenlerini eqitib hasırashqa başladı. U şundala bu atның tünügünden biri bir narsa yemganligini esiga oldida to'xtab atdan tushdi. Yetilab apirib jilg'a ichidagi o'tloqqa qo'yib berdi. O'zining mu uzun yo'l yurganligidan bel putlari sirqirab qolgan edi. Shunga at qo'rsqini to'yg'izib bo'lgacha oraliqda bir oz aram elivlish uchun kigiz o'rnida keladigan tuz daq yerda chekman chapanini beshiga qo'ydi-da, put qo'llarini uzun sunib so'zilib yotdi. Dal shu chaqda xuddi yerning tegidan chiqqandek otlarning guldirlab chepishgan tuyoq ovozi anglanib qoldi. Anjambay cho'chibla beshini ko'tarib tinglab boqqan edi, heliqi ovoz anglanmadi. U yetib turib qo'liqini yerga yiqib, yana tinglab boqdi. U ovoz yana xuddi yenidla birer yüz at mushu tarafga chepishib kelayotgandek guldirlab anglanishga boshladi. Lekin u bu ovozlarning qaysi tarafdan kelayotganligini toza anqirolmadi. Egiz bir tog'ning cho'qqisiga chiqib, yiroqlarga ko'z tikib sinchilab qargan edi. Kun petish tarafdagi tog'lar orasidan xuddi quyundek ko'tarilayotgan chang to'zonlar ko'rindi. Birdamdan keyin heliqi chang to'zonlar orasida bu tarafga qarab chepib kelayotgan bir muncha atliqlarning qarisi chala pula ko'rinishga boshladi. Tova, bu qandaq bo'lgani? Tog' orasidagi bu tarchuqlarda yoki o'g'loq tartishish o'yini o'ynag'ili bo'lmasa, shuncha ko'p atliq odam nemish qildigandi? Voy, ular texi mushu tarafga kelyotdi-ku. Shuncha ko'p yo'lovchi. U shu xiyol bilan ular tarafga tikilib qarayotganda, ularning orqasidan xilibek yiroqlikda yana shundoq chang to'zon ko'tarilib bir muncha otliqlarning yana mushu tarafga qarab kelayotganligi g'uva ko'rinib qoldi. Bir ozdan keyin oldidagilar Anjambay turgan taqqa yiqilishib keldi. U shundala otliqlarning kiyim-kechaklarini g'ilpal farq qila oldi-da cho'chib ketdi. Qo'mindan askarlari dal shu chaqda ularning orqasidagilar yaqinlashib kelib, ularga qaratib o'q yog'dirishga boshladi. Askarlarmi orqasiga qaratib o'q atqach qechib kelaverdi. Pahpa, balam bo'pti. Ularmi jim yotmabdi. Dushmanlarni qismoqqa ilish degan dal mushu obdan fursat. U shu xiyol bilan tog'dan tushdi. Etini yetilab tog'ning orqasiga opirib, bir toshqa bog'lab qo'ydi-da, atning ustidagi xurjunni o'shnisiga artibla, ular o'tadigan jilg'a bo'ydagi tar chig'ir yo'lga tutishadigan do'qidagi tog'ning ustiga chiqib oldi. Uninggacha dushmanlarmi Anjambay turgan tog'ning do'qsig'ila kelib qolgan edi. Voy isit, shu topda pilomot bo'lgan bo'lsa-da, bu ablaqlarni toza qirib xumardan chiqib olatdim. Afsus, lekin u afsunib o'ltirib qolmadi. Xurjundan 2 granatni chiqarib, piltisini tartibla arqa-arqadan ularning oldiga tashladi. Granatning gumbirlagan sadosi tog' davan jilg'alarini larziga keltiribdi. Bu tuyuqsiz zarbidan cho'chib, xudini yo'qotgan askarlar aloqazodlikda gangirishib hangvaqib to'xtab qolishdi. Atlarmi urkib, qo'rqinchliq kishnishib, o'zlarini uyan-buyan urishib, qalayimqonlashib ketishdi. Ular hushini tepib bo'lgacha Anjambay ularning o'ttirsig'ila yana 2 granat tashladi. Uninggacha dushmanlarni qo'g'lab kelayotganlarmi yiqilishib kelib qoldi. Lekin ular oldida qandaq ish yuz berganligini anqirolmay, ong-tong bo'lishgan holda to'xtab turib qilishdi. Bu 2 tog' oraliqidagi tar jilg'a bo'yida oldi orqasidan tangla qopsilib qolgan dushmanlar hushini tepib granatning faqat bir joydan tashlanayotganligini, granatni faqat birla odamning tashlayotganligini sezib qoldi-da, Anjambay tarafga qaratib o'q yog'dirgach,
Can qayg'usida oldiga qarab qochdi. Ular Anjanbayning udulidan o'tayotganda, oldidagi askar mingan otga chetilgan, ya'ni bir otning ustiga yuklangan pilemotga uning ko'zi tushib qoldi-da, eng oxirgi bir granatni heliqi askar mingan otning oldiga tashladi. Granat portlab u askar tikmollaq tushdi. U mingan otmu, pilemot yuklangan otmu tangla yiqilib, tirkanshib jon talashqili turdi. Lekin askarlarning buning bilan kori bo'lmadi. Üstüden atlab qechib ketaverdi. Ular qechib qarsi ko'zdan yo'qolib bo'lgacha, Anjanbay alman talman tog'dan tushib, pilemot yuklangan heliqi otning qishiga kelib bo'ldi. U ot yerimjon holda xartildab jon talishayotdi. Uning yonida heliqi askar bilan uning etining o'ligi yotadi. Anjanbay jon talishayotgan otning ustidan bir pilemot bilan ikki sandiq o'qni yechib oldi va u pilemotni qo'lga ilib, uyan buyan o'rib toza havas bilan ko'rayotganda, orqadagilarmi kelib 10 qadamdek nerida to'xtadi. Anjanbay 70-80 dak odamning oldidagi go'smustek yo'g'on, qizil yuz qirg'iz yigitni to'nib qoldi-da, pilemotni yerga qo'yibla uning oldiga mandi. U yigitmi Anjanbayni to'nib qilib otdan sakrabla tushdi. Tahir, Anjanbay 4 yildan beri bir-biri bilan didar ko'rchelmagan bu jon do'st og'inilar bu qitim ana shundoq bir-birining ismini atishib, quchoqlashib ko'rishdi. O'lgan, yordar bo'lgan otlar orasida 8 askarning jasadi o'ngtay-to'ngtay yotadi. Tahir atrofga birdam qaradi. Ondan burilib Anjanbayning ko'zining ichiga tikildi. Anjanbay, hamrohlaringiz ko'rinmaydi-ku. Bu qitim o'zimga o'zim hamro bo'lib yo'lga chiqqan edim. Tahir hayron qoldi. Voy xudoyim, mundaq dang texi, qaltis qaramliq qipsiz-jumo. Sizning bu mijozingizda o'zingiz yolg'iz shuncha ko'p dushmanga. Shunda mening mijozim osal. Dushmanni ko'rsamla qinim qizib ketib, o'zimni bosolmay qoldikanman. Bugun sizlarni yiroqdan ko'ribla g'ayratim urg'ib ketdi. Uning ustiga bundaq aptjan tepish tas. Fursatni g'animat bilib bu yerda dushmanga uchrab qolish xiyolimga faqat kelmabdikan. Bu gapingizcha bizni ko'rmagan holatdimi yanala o'zingizni tutolmay ularga hujum qilaverdikansiz-da. Shundoq hujum qilatdim. Kuchim yetmaganda tog' orasiga qechib kirib bo'y bermaydim. Men jinimni dushmanlarni yo'qitish uchun otib Shunga o'zimni tuta olmaydiganman. Boshqa ilojim yo'q. Anjanbay, bugun bu yerda didar ko'rishib oldik. Biz endi qaytayli. Biz dushmanlarni qo'g'lab, mushu tog'ning u tarafiga o'tkazib o'tishni niyat qilib kelgan edik. Qaytayli? Nimishqa? Yoki u taraflarda ansiraydigan biror ish bormidi? Yo'q, ansirgudak biror ish yo'q. Mo'g Boston teraklardagi dushmanlar yo'qotildi. Gazarmalar qo'limizga tushib bo'ldi. Dushman qo'lidagi Qosim Payjon, İsmail Jumalarmo bizga qo'shilib, kuchimizni texmi zo'raytdi. Zahir u yerdagi qoldi ishlarni bartaraf qilishga qolgan edi. U ishlarning hodisidan chiqalaydi. Shundoq bo'lsa-mu bu yerda biz qilgudak yana boshqa ish qilib bo'lmasa, bor. Biz qilgudak ish xili bor. Opal, Toshmiliq, Buroqtay, yana nurg'un joylardagi bechoralarni zulmdan qutuldirmasak bo'lmaydi. Tahir jiddiylashdi. Heliqi muloyimligidan asar mu qolmadi. Qachon otlanimiz? Hozirla. Shu topning o'zidila. Qancha baldur bo'lsa, shuncha yaxshi. Ta'xir qilishga bo'lmaydi. Tahir bir haza o'ylanib turib qoldi. Navoda u tarafdagi dushmanlarga kuchimiz yetmay qolsa, odamlarimiz nobud bo'lib yetidi. Navad yetmay qolsa-mu mayli. Dushmanlarni toza parakanda qilamiz. Ko'p odamlarni o'yg'itib, o'z sepimizni texmi bakra kengaytib olsak, shumi hisob. Tahir qopqini turib o'ylanib birdam turib qoldi. Ondan orqasiga burilib odamlarga qaradi. Yigitlar, qanday qilamiz? Opalga baramdoq, barmamdoq. Uning odamlari bum, zil, chirqiraq ovozlarda to'lishib javob berishdi. Sen mangsang mangamiz, tursang turimiz. Sen nim desang shu? Bizni Xudoning yo'liga boshla. Mana endi obdan bo'ldi. Bu ish joyida bekitildi. Ular maslahatlashib
ikki odamni Bulungulga berib Qosim Tosh bilan Jamoliddinga Bo'ston Terak Muq gazarmlarining ilinganligi xabarini hamda bugungi bu yerda bo'lingan ahvollarni yetkazishga mangdirvatdi. Yana ikki odamni o'zlarining Opalga ketganligini xabar qilish uchun Zohirning qishiga berishga yo'lga silvatdi. Ondan ular Opalga qarab yo'lga chiqdi. Ular tang suzilgandila Opal bozoriga yetib kelishdi-da, bozorning kun petish tarafi bilan aylanib berib, Qashqar shahriga boradigan cho'ng yo'ldagi Qizil Jilg'a ko'rigi bo'yiga kelib tushdi. Bu ko'rikning yonlaridagi cho'nqur jira jilg'alar, egiz qirliq to'smalar shaharga qochadiganlarning mu ham shahardan bu tarafga yordamga keldiganlarning oldini to'sishda yo'shurni bilishga bo'ladigan aplik tabiiy to'siq bo'la oladi. Ular 12 odamni ko'rikning ikki qasniqida yo'shirinib turib, qochadigan yoki yordamga keldigan dushmanlarning oldini to'sishga qoldirdi. Qolgan 60 tek odamni boshlab gazarmani ilishga atlandi. Gazarmaning darvozasi nihoyat ching taqalgan edi. Uning ichidan yana bir-biriga yo'lab qatmuqat tizilgan tag'ar to'pa dövlari tam bilan tang dövlinib darvozani ching yo'lab turganlikdan uni sirtidan ishtiribmi, urib chiqibmi ichiga kirolmaydigan qilib taqab turadi. Gazarmaning ikki odam qatorlashib mangsa aranla patqudak tar orqa eshigimi yana ashundaq to'pa qachlangan tag'arlar bilan ching dumlatilgan edi. Sepilning ustinki qavatidagi dushmanlar sepil to'shiklaridan xuddi qora yomg'irdak tarasiltib o'q yog'dirib, granatlarni tashlab, ularni o'zlariga faqatla yaqin yo'latmadi. Qaramliq bilan olg'a etilib berishning hech iloji bo'lmadi. O'qlar ularning bosh ko'zlari yon-yonlaridan ming'ildab o'tib, ularni zodla bosh ko'tartmadi. Shu arada Anjambay yo'qab ketdi. Bir hazodan keyin u yana ularning orasida paydo bo'ldi. Uning qo'lida yo'g'onlab bir qapoq zig'ir yig'i turadi. "Yog', uning bilan nima qilay deysiz? Bu yog' bilan gazarmaga o't qo'yib, dushmanlarni sirtqa qochishga majburlaymiz. Shu chaqda ularni toza obdan boplag'ili bo'ldi. Yaxshi bilan, qarang sizning aqlingizni. Mundaq qilayli. Gazarmaga o't qo'yishga men borman," dedi Anjambay atrofdagilarga qarab qo'yib. "Men gazarmaning qishiq berib, o't qo'yib bo'lgacha oraliqda sizlar o'q yog'dirib, dushmanlarni sepildan bosh ko'targizmay meni qo'g'danglar." Maslahat pishdi. Tahir marganlarning har biriga ayrim sepil to'shiklarini ko'rsatib berib, ularning o'zlariga belgilab berilgan to'shiklardan dushmanlarga zarba berishini, boshqalarning sepil ustini davomli o'qqa tutib turishni topiladi. Shuninggacha Anjambay ikki tag'arga yerim-yerimdan to'p qachilab, 5 granatni qo'yniga silib tayyorlanib bo'ldi. Ondan tag'arlarning birini peshiga, yana birini dumbisiga uzunsiga artib, yog' qachilangan qapoqni quchoqlab, yerga chaplashgan holda yer beg'irlab o'milib, sepil tarafga yurib ketdi. U ancha yiroqlashmasdilla shiddatli o'q yomg'iri orasida qoldi. Granatlarmi uning atrofida gumbirlab portlashga boshladi. Lekin u to'xtamay yer beg'irlab oldiga surilaverdi. Tag'arlardagi to'pining foydasi bo'ldi. Bu tag'arlarga nechpay o'q tekkan bo'lsa-mu, lekin o'qlar to'pini teshib o'talmaganlikdan Anjambayga ziyon zahmat yetkazilmadi. Anjambayning odamlarimi bo'sh kelmadi. Sepil to'shiklariga o'q yog'dirib, granatlarni tashlab dushmanlarni xili pastgo'yga tushirib qo'ydi. Bu fursatni g'animat bilgan Anjambay tez ilgirlab sepilni yeniga berib oldi-da, sepilni yaqilab o'milib minib, gazarmaning ichidagi bida, saman, yem-xashak saqlaydigan omborning orqasiga o'tdi. Bu chaqda har ikki taraf bir-birini texmo shiddat bilan o'qqa tutishga boshladi. Lekin Anjambay sepilni yeniga berib olganlikdan o'qlar uningga daxl qila olmadi. U ikki granatni sepilning ustidan aylantirib, orqa-orqadan omborning ustiga tashlagan edi. Gumbirlab portlab gazarmani larziga keltiribdi. Orqadan u yana heliqi granatlar portlagan joyning o'rnini nishonlab granatdan birini tashladi. Bu qatim
Partlash ovozi o'gizda emas, uning past tarafida anglandi. U oldingi ikki granatning portlab, o'gizni teshiyotganligini fahmladi. Shundala u biliga qistirib olgan bilakdek yo'g'on kaltakni qapoqdagi yoqqa chilidi. Ondan qapoqning og'zini mahkam etdi-da, ambarning o'gisidan ichilgan hiliqi tushukning o'rnini mo'lcharlab, qapoqni cho'rib tashladi. Orqadilla yoqqa chilingan kaltakka o't yiqib, unimi qapoqning ustiga tashlagan edi. Shu hamon ambarning ichidan lavildab yongan o't istidak aralash xuddi xadaq quyundek purqirab cho'rgilab aylanib osmonga ko'tarilib chiqdi-da, gazarmining ichida allaqachon ko'tarildi. Sarosimiga tushgan askarlarning qo'rqinchli varqirashlari otlarning ansiz so'zib kishnashib, taraf-taraflarga taqraqlab chepishlari yiroq mahallalargacha anglanishga boshladi. Tog'dan tushgan azmatlar Anjambayning digini bo'yicha gazarmining ichiga granat tashlab, askarlarning o'tini o'chirilishiga imkoniyat bermadi. O't texmo ulg'uyib, ambarning yonlaridagi yotoqlarga tutashdi. O'gizlar guldir gupla o'rilib tushib, opal osmonini to'pa, chang to'zon aralashgan qora bulutdek qapqara istidak qopladi. Askarlar jon qayg'usida yotoqlarga kirib olay desa, lavildab kuyayotgan o'tdan qochib gazarmning o'ttirsidagi sahnaga berib olay desa, texi gumbirlab partlayotgan granat jonni oladi. Ular granat bilan o'tning o'ttirsida tang qopsilib toza parakanda bo'lib ketdi. Ularga shu topda osmon yiroq, yer qattiq edi. Shu holda kech kirdi. Gugummo tushdi. Dal shu chaqda Anjambay "Amdi dushmanlarning qochadigan vaqti bo'lib qoldi" dedi-da, bir bo'lak odamlarni otlarga minib, o'zi bilan billa darhol Qashqar yo'lining shimol tarafiga o'tib, tayyor bo'lib turishga buyurdi. Degandek, o'tqa bardoshlik berolmagan dushmanlar qorong'u tushishi bilanla to'pa qachlab yo'lab qo'yilgan tog'arlarni ilib tashlab, darvozani ochdi-da, otlarga minishib chiqib Qashqar tarafga qarab qochdi. Lekin bir chetda tayyorlanib turgan azmatlarning tuyuqsizla shiddatlik o'qqa tutishiga uchrab, qo'rqib ketganlikdan gangrab qilishdi. Ular o'shini tepib bo'lg'icha bir nechasi o'q yeb otdan yiqildi. Qolganlari alman-talman orqasiga yinib, Toshmiliq tarafga qarab qochdi. Anjambay boshlab kelgan azmatlar uning boshlamchiligida bu kechini Davlat buloq, Mushuk darasi, Chalma eriq taraf atroflarida dushmanlarni bu yandan bu yonga qo'g'lash bilan o'tkazdi. Dushman askarlaridan bir nechasini o'ldirdi. Qolganlari Chesh tog'dagi dushmanlarning qishiga berilish uchun Gaz daryosi tarafga qochdi. Dal shu chog'da Gaz daryosining yuqori eqini atrofdan gumbirlab etilgan o'q ovozi anglanib, yaqinlashishga boshladi. U tarafdanmi tog' inqilobchilarining bostirib kelayotganligini fahmlab qolgan bu ozg'ina dushmanlar hayotidan umidini uzib, o'zlarini ot patlari bilan billa sharqirab yiqayotgan daryoga tashlashdi. Ularning orqasidan qo'g'lab kelgan Anjambay bilan uning odamlari tong qorong'usida ularning u Qashqa o'tib ketganligi yoki suvda to'van tarafga eqib ketganligini bilolmay qoldi. Tong suzildi. Kun chiqish taraf qip-qizil qizarib, asta oqarishga boshladi. Bir hazodan keyin kun tong saharning salqin shamilini qo'g'lab kulib chiqdi. Bu dal 1945 yili 8-oyning 25-kuni shanba edi. Kun chiqib oz o'tmay daryoning u tarafidagi Qiziltog' cho'qqisida bir muncha odamlarning bu tarafga qarshi turgan qarsi ko'rinib qoldi. Anjambay ularning o'z odamlari ekanligini fahmlab qoldi-da, shu hamon yenidikilarga o'zini mushu yerda saqlab turishni tapalab qo'yib, u tarafga o'tish uchun otga minib daryoga kirdi. Bu dal kelkun mezgili edi. Ini 2-3 chaqirimda keladigan shuncha keng daryo eqinida sharqirab ot chapqandek tez suratda eqiyotgan suv birdamdala otning egri bilan tanglashib qoldi. Ot goh suv uzib laylab, goh cho'kib toshlarga do'qirib yurib, oxir u Qashqa yetib chiqdi. Tog' cho'qqisida turganlarmi uningga qarab pastga tushishga boshladi.
Ularning oldida tushayotgan odam Jamoliddin edi. U xafa chiroy ko'rinadi. Anjamboy bilanmi sovuqlar ko'rishdi. Plan o'zgarib qolgan o'xshamamdi, deb so'radi Anjamboy ularning kelish sababini bilolmay. O'tgan kuni faqat qo'shinni tartib qilish haqida maslahat bo'lgandek qilib edi. Jamoliddin demig'ida sovuqlar kuldi. Voy ag'ina, buni tegicha bilolmayapamsiz? Qiziq gap bo'ldi-da bu. O'zingizdan so'rang. Anjamboy qandaq ish sodir bo'lganligini bilolmay, hang-tang bo'lib turibla qoldi. Mendan savallik o'tilgan bo'lsa, jazolanishga men rozi, dedi u Jamoliddinning ko'ziga tikilib qarab. Lekin shu topda men qandaq savallik sodir qilganimni bilolmay, bilishingiz kerak. Biz sizni opalga berib, kishilar bilan sirdishib, ularni uyg'otsin. Ko'proq odamlarni bizga mayil qilsin. Qo'shinimizni kengaytirishga kuch to'plasin deb alohida maxfiy xizmat ishlashga avatgan edik. Lekin siz-chu, siz bosh-boshdoqlik qilib, buyruqsizlar o'zingiz yolg'iz oqtashchilig'ida shuncha ko'p dushmanga qaramlik qilib hujum qilibsiz. Yana texib buni oz degandek Toyirning odamlarini boshlab kelib, Opal gazarmasini elishga otlanibsiz. Nima degan bangvashlik bu? Har nima bo'lsa, qandaqli bo'lsin, ozroq bo'lsa-mo, aqlingizni ishga silib bizni bu ishdan xabarlantiribsiz. Bu xabarni anglab cho'chidik. Hayotingizdan xavfga uchrab qolishdan ansirab, hamma ishni to'xtatib, bu tarafga otlanishga majbur bo'ldik. Yo'l ustida o'ytaq og'zidagi dushmanlar oldimizni to'sib kashta qilgan edi. Ularni surib qo'g'lab kelsak, bu tarafdan o'q ovozlari anglanib qoldi. Shuningga qarab sizning cho'qim mushu atrofda so'qishayotganligingizni bilib, oldingizga kelishimiz. Qandaq endi o bilgansiz, planni kim buzibdi? Men buzibdiman. Lekin Pekin deydigan gapni qo'ying. Bizning hamma ishimiz plan bo'yicha, buyruq bilan ijro qilinishi kerak. Bizning faqat buyruqni ijro qilish majburiyatimiz bor. Hargiz qaramlik qilish bo'lmaydi. Anjamboy ko'ngilda undaq bilan fursatni qo'ldan berish texmi ziyonliq. Men undaq ahmoq emas, dedi-yu, og'izdan chiqarmadi. Xo'p, biz sizdan cho'ng umid kutmoqdamiz. Xalqimiz sizdek botirlarga muhtoj. Lekin buyruqsiz ish qilsak, qaramlik qilsak, yomon oqibat kelib chiqadi. Shuni samingizga silib qo'yay. Siz yuqorining buyrug'i bo'yicha batalyon komandirligiga tayinlandingiz. Sizni tabriklayman. Muborak bo'lsin. Lekin buyruqsiz ish qilmang. Qo'l ostingizdagilarmo shundoq bo'lsin. Esingizda ching saqlang. Bugun yana nima ish qilamiz? Qarang sizni. Keslingiz yana qo'zg'aldi. So'rab nima qilsiz? Buyruq kuting, buyruq. Siz darhol Opalga qayting. Yusufjon Toshqo'rg'on aniqlapchilarini boshlab, Oqtosh taraf bilan mengib Opalga kelmoqchi bo'lib yo'lga chiqqan edi. Tinchlik bo'lsa, ularmi bu chaqqicha Opalga yiqilishib qolgandi. Siz berib, ularga hamdam bo'ling. Billa borarmiz? Yo'q, men bormasam bo'ladi. Biz aslida sizni tepib bo'lib, ondan ahvolga qarab ish boshlash uchun ikki tarmoqqa bo'linib yo'lga chiqqan edik. Endi bo'ldi, hojat qolmadi. Biz mushu yerda qilib, Chash tog'idagi dushmanlarni yo'qitamiz. Ig'ir qurollarni ilib keldik. Odamlarimizmi xil. Chash tog'ini ilishimizda gap yo'q. Anjamboy Opalga berish uchun yurib ketdi. Jamoliddin uni yana shundoq sovuq chiroy uzib qo'ydi. Lekin u uzab toki uning qarsi ko'ringicha uningdan ko'z uzmay qarab turib ketdi. Shu topda uning mehr muhabbatga to'lgan qop-qora ko'z qarchiqlarida mamnunlik, faxrlanish, ko'yinish nurlari chaqnaydi. Yaraysan do'stim, men shundoq dushmanni ko'rsam qo'lim qichishib, o'zimni bosolmay qolaman. Amal yo'q, buyruq shundoq. U shundoq debla nima uchundir o'zichila pixildab kulib ketdi. Davomi bor.